Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hovlimizga ko'rib turibsizlar, o't bosgan, ajriq o'ti chopib tozalay olmadim. Shuning uchun hovliga mana bunaqa dori olib keldim. O'tlarni kuydirib yo'q qilib tashar ekan. Mana bunaqa dori oldim va mana bunaqa apparat olib keldim. Xullas agronomlik ishini qilamiz. Xo'jayinim Rossiyada bo'lgani uchun hamma ish o'zimga qoldi. Bu uyimizni ko'rib turganingizdek yangi qurganmiz, yangi bo'linib chiqqanmiz yangi uyga. Shuning uchun bu yerlar hali remont talab. Hali ancha remont qilishimiz kerak. Hovlimiz ham ajriq bosgan. 2 yildan beri chopaman, ajrig'ini hech tozalay olmayapman. Xullas shunaqa qilib bugun hovliga mana bunaqa o't o'ldiradigan dorisini sepamiz. Va yana bugun mana bu daraxtlarimiz ham shira bosib ketgan. Mana bu olma daraxti, o'rik daraxtlari shira bosgan. Unga ham o'zini dorisini sepamiz va shu mayda nima, chivimmi, qurtmi nimaga o'shanaqaga o'xshagan narsa rosa ham ko'payib ketibdi. Olmalar to'kilishni boshlayapti. Olmalarga ham yopishib qolgan u narsalar, zarar kunandalar. Shuning uchun daraxtlarga ham va bugun o'tga ham shunaqa o'zini maxsus dorisini sepamiz birgalikda. Kuzatishda davom eting. Mana hovlimizni ko'rib turibsizlar. Mana bu yerini chopganman, yana baribir o't chiqaveradi. Buni qachon yaxshi qilib sement qilsak o'shandagina yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Mana bu yerlar juda ham ajriq, juda zich bo'lib ketgan. Mana bu uyimizni yangi qurganmiz, shuning uchun hozir anchagina remont ishlari juda ham ko'p. Mana bu daraxtlar, olma daraxtimiz, bu yoqda o'rik va pomidorlarimizga shira bosgan va mayda nimadir hasharot yopishib qolgan. Bilmadim uni nomi nima deyiladi. Xullas, mana shu yerlarga birinchi o'tlarga dorisini sepamiz. Bu dorini 10 litr suvga tayyorlash kerak ekan. Men boya probaga buni ishlatib ko'rish uchun 5 litr suv quygandim. Chunki bunaqa ishni men hech qachon qilmaganman. Oramizda agronomlar bo'lsa, xatochilik ketgan bo'lsa, to'g'rilab yuborasizlar, kommentariyaga yozib yuborasizlar. Xullas, mana shuni 100 gramlik dorini 10 litr suvga aralashtirish kerak ekan. Ichida 5 litr bor va yana 5 litr suv quyamiz. Voy o'ynamaylar qizlarim. Uyga kirib aql qo'yinglar. Men bu yerda dori sepaman. Ichida mana shunaqa dorisi bor ekan. Dorisini endi aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Men birinchi marta qilishim, bunaqa apparatni ham va bunaqa dorilarni ham birinchi marta ishlatishim. Endi ishlatib ko'ramiz natijasini. 5-6 kunda bu o'tlarni kuydirib, taktomir bilan kuydirib tashar ekan. Ajriqni, qanaqa begona o'tlar hammasini kuydirib tashar ekan. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ekan endi? Ana. Bunisini tushunmabsiz-ku? Ruchnoyni. Ruchnoy. Mana buni qo'yamiz, yeyamiz. Buni qanaqa qilish menga akam o'rgatdi. Akam ko'rsatib berdi qani. Bismillah. Buni sepilishini boya akam kelganda akamni o'rganib oldim. Endi qo'ldan kelgancha sepamiz, erkak kishi yo'q. O'zimiz sepamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu o'tlarni hech ham chopib tugata olmadim. Mana shu joy hammasiga sepib chiqishim kerak. Mana bu gullardan tashqari hammasiga sepib chiqishim kerak, ajriq.
Mana hozir 10 litrga tayyorlagan dorimiz faqat mana shu uyni oldiga yetdi. Juda ham zich edi, shuning uchun qalinroq, ko'proq sepgandim. Xullas yana biroz bor. Shunaqa qilib sepib chiqsak, keyin rezultatni ko'ramiz. Xullas o'tlarga, yovvoyi o'tlarga qarshi dorisini sepib bo'ldim. Endi pomidorimizga va o'rik, olma daraxtimizga kasallik tushgan, mayda nimadir hasharotlar va shira bo'lgan. O'shanga qarshi mana bunaqa dorisini olib keldim. Buni sotgan akamiz aytdiki, 10 litr suvga aralashtirasan dedi. 10 kundan keyin yana bir sepib ko'rasan, sepasan dedi-da. O'shanga hozir birinchi buni sepamiz. Buni ichini chayqab oldim yaxshilab. Endi suvni qo'yamiz. Mana bunga mana bunaqa qo'shdim. Endi buni daraxtlarimizga sepamiz. Mana bir amallab buni ham taqib oldim. Juda ham og'ir lekin. Boya aytganimdek, men bunaqa ishni birinchi marta qilishim. Agar xatoliklar bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringizmi, ikkinchi safar o'shani to'g'rilayman. Men bunaqa agronom sohasida nolman. Buni ham internet orqali, ijtimoiy tarmoq orqali o'rgandim. Ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldim, qanday sepiladi, nima qilinadi va dori olayotganimda sotuvchidan so'rab oldim. Xullas, shunaqa buni mana bu olma daraxtiga, birinchi olma daraxtiga sepaman. Olma daraxtimiz juda ham zo'r hosil bergan, lekin mana shu zararlangani sababli hozir hosilini to'kayapti va shira bosgan bargini. O'shanga sepamiz. Olmalarimizga sepib bo'ldik. Endi orada mana bu atirgullarimizga ham rosa shira bosgan va mayda o'zini qo'ng'izchalari ko'p. O'shanga ham sepib chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar, necha yildan beri mana shu qo'ng'izlar atirgulni ochilishiga qo'yib bermaydi. Hammasini yeb qo'yadi. Endi bu zarar kunandalarni qiramiz, endi hammasini o'ldiramiz. Atirgullarimizga ham sepib bo'ldik. Endigi navbat mana bu pomidor va mana bu o'rikka sepishim kerak. Mana shu o'rik juda ham shira bosib ketgan. Va mana shu pomidorga ham shira qilib tashladim. Mana shu yerdagi pomidorni hammasiga sepib chiqishim kerak. Ko'rib turganlaringizdek ichki taqib oldim. Chunki tepaga qarab ishlayapman. Mana bu daraxtga, o'rik daraxtiga dori sepyapman, ko'zimga kirib tushib ketmasligi uchun. Har ehtimolga qarshi ana shunaqa qurollar bilan qurollanib oldim. Bu orqamdagi juda ham og'ir. Charchab qoldim уже. Biroz dam olib hozir yana bir sepaman. Lekin mana bu tayoqchasi u balandlarga yetmayapti, faqat past joylarga yetyapti, bilmadim. Bu tepalardagi shira yana tushaveradi. Mayli, endi qo'ldan kelgancha, aqlimiz yetgancha qilishga harakat qilamiz. Birinchi safar qilgan xatoni ikkinchi safar qilmaslikka harakat qilamiz. Yana ham o'qib izlanib, so'rab. Pomidorlarga mehr bersangiz, mevalarga mehr bersangiz, ertaga hosili o'zingizga foyda. O'zimiz maza qilib yeymiz. Shuna qilib ketdik. Sepishni boshlaymiz. Mana bir amallab pomidorlarimizga bu daraxtga sepib oldim. Daraxtni ham epladim, bir amallab sepdim. Menimcha endi bir haftalardan keyin mana shu shiralar yaxshi bo'lib ketgandan keyin vitaminni olib kelib qo'yganman o'zini, pomidorniki hosilini yaxshi qilish uchun. O'shanga sepishim kerak. Hozir gullash jarayonida. Pomidorlarim endi gullamoqchi. Hozir birinchi vitamin qilmadimda, birinchi zarar kunandalarni yo'q qilamiz. Keyin
Menimcha bir haftalardan keyin u vitaminini ham bersam kerak. Shu mana buga qarabdi. Endi bu nima zarar kunandalar yo'q bo'lishiga qarab pomidorlarga o'zini vitaminini beramiz. Bitta ayolga 40 hunar ham oz deganlariday, haqiqatdan bitta ayolga 40 hunar ham oz. Erkakmi, ayolmi, baribir hamma sohadan bir shingil bo'lgan yaxshi. Mana bu daraxt, o'rik daraxtlarimizga qo'ldan kelgancha mana shu joylariga sepdim. Endi bu tepasini bilmadim, nima qilaman. Qo'ldan kelgancha sepib oldim. Mana bu hamma pomidor, bolgarskiy, baqlajon, yana bu yerlarda bodringlar bor, hammasiga sepib oldim. Qo'lim qaltirab ketyapti, chunki ancha charchadim. Yelkamdagi bu 10 litr bo'lsa ham, yelkamdagi bu apparat og'ir, suvi bilan yana ham og'ir. Mana shunaqa bir kunlik qishloqlik agronom ayolning kuni o'tdi. Buni kechga sepdim, kech bo'ldi уже, qarib shom bo'ladi endi yaqinda. Buni yoki kechga yoki ertalab sepish kerak ekanda. O'shanga kechga sepdim, chunki ko'rdilaringiz, hovliga dori sepdimda o'tga. Bolalarim, qizlarim chiqib yurmasin degimda dorini ustida. Chunki ertalabgacha ancha singib qolsa kerak. O'tning natijasini endi o't sarg'ayadi dedi, 5-6 kunda ko'ramiz. Endi bunga pomidorimizga esa bir haftalardan keyin vitamin beramiz. Meni kuzatayotgan hammaga rahmat aytaman. Agar bu ishlarimda bironta xato bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaringiz, men sizlarni yozganlaringizni ko'rib xatomni tuzatardim keyingi safarga. Shuna qilib hammaga omad, yaxshi kayfiyat.